Olise kuchlimi, Lamin Yamal. Xo'p, qo'lingiz og'rib qolmasin, o'zim ushlab gapiray. Xo'p, Olise kuchlimi, Yamalmi? Endi mana bunaqa narsada o'yinida gap. Olise ozgina sovuqqonroq, Yamal nozikroq, более привлекательный, estetichniy ko'rinadi o'yini ham. Ko'rgan odam mazza qilib, kayf qilib yuboradi-da. Olise sovuqqon natijaga. Yamal chiroyliroq o'ynashga harakat qiladi. Masalan, ikkalasi ham 20 ta gol, 20 ta assist qilsa, teng natija qilsa, gol plus pas bo'yicha 40-40 bo'lsa, shunda ikkalasining kuchi teng bo'ladi. Yo'qda, unaqa bo'lmaydi. Kimga qaysini o'yini yoqsa, o'shani o'yini yoqadi menga deyish kerak. Bu bundan kuchli, bu bundan kuchli degan narsa o'zi aslida kerak emas narsa. Bu muxlislarni aldash. O'sha muxlislarni bahsiga sabab bo'ladigan kontent qilib, komment ko'paytirishdan boshqa narsa emas. Qaysi biri kuchli? Bu mantiqsiz narsa. Adama Traore kuchli. Misol uchun. Ha? Ikkalasini ham shu bitta urib oqizib qo'yishi mumkin. Mana kuchli degan narsa nima? O'shaning uchun bunaqa narsalar kerak emas. Muxlislardan so'rasa ham hozir aytadi, jonga tegdilaring mana shunaqa, kim kuchli, kim prosta futbolingni ko'rdi boradi. To'g'rimi? To'g'ri aytyapman. Kommentga yozib yuboringlar. Barsa bilan Atletico deydi. Ha. Barsa Atletico. Uzr aka, Barsa Atletico. Barsa yutadi. 3-1 bo'ladi hisob. Balki 0 ham bo'lishi mumkin. Xudo xolisa, Markus Rashfordda yana o'zini ko'rsatishini kutib qolaman. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Ayting. Menimcha, men emas, muxlislar ayta qolsin kommentda. Sizni kuzatadiganlar. Kommentda yozib yuboringlar. Menga obuna bo'lib qo'yishingizni